Uni avrab maktabga olib kelishing kerak emasmidi? Sen deb yana kulgiga qolishimni xohladingmi? 50 ming yillik loyihamga nima bo'ladi endi? Uyiga bordim, lekin qancha chaqirsam ham hech kim chiqmadi. Bahonalar jonga tegdi. Obunachilarimga va'da berib qo'ygandim-ku, iflos. O'ylamaysanmi? Yaxshi. Xo'bingga video xabar qoldiramiz. Agar kelsa, seni qo'yib yuboraman. Xo'bin. Maktabga kelma. U seni urib, qandodir challenge-dan 50 ming yenga ega bo'lib olmoqchi. Agar kelsang, seni o'ldirib qo'yishi ham hech gap emas. Jiddiy aytaman, uyingdan chiqma. Endi tamom bo'ldi. Bir savolimga javob bersang.